Nima uchun odamlar namoz o'qib turib bir-birini aldashadi? Ikki shaxs yonma-yon turib Allohga ibodat qilib sajdaga bosh qo'yadi. Masjiddan chiqqandan keyin biri ikkinchisini aldaydi. Nima uchun ro'zani tutib turib kishilar yolg'on gapiradi? Nima uchun zakotni berib turib orqasidan birovning molini yeydi? Nima uchun hajga borib kelib turib avvalgi holatidan battar holatga o'tadi? Xo'p, namozni o'qidik, ro'zani tutdik. Endi nima qilamiz degan savollar haqli ravishda berila boshladi. Mana shu holatlarni e'tiborga olib, ulamolarimiz bilan maslahat qilib, yuqorida zikr qilingan savollarga javob bo'lishi uchun ko'nglimizni g'ash qilib turgan ana shu noqulay holatlarni muolaja qilib tuzatish maqsadida bu Ramazon oyida alohida bir darslar uyushtirishni niyat qildik. Bu darslarni qalb pokligi, ruh tozaligi, axloq sayqali va Ramazon deb nomladik. Haqiqatdan hammamiz yaxshi bilamizki, har bir inson jism va ruhdan iborat. Jism insonni sirtini ko'rsatib turadigan narsa. Ruh esa, qalb esa insonni ichki dunyosi. Alloh taolo Qur'onni, shariatni, o'zining ta'limotlarini badanga emas, qalbga, ruhga yuborgan. Shuning uchun ibodatlarni badan bilan qilsa-yu, qalb bexabar g'ofil qolsa, ruhning tarbiyasi bo'lmasa, yuqorida aytilgan holatlar namoz o'qib ro'za tutganlardan chiqaveradi. Inson badan va ruhdan iborat ekan, badanni bemorligini, xastaligini davolaydigan muolajalar, davolar, shifolar, dorilar bor ekan, qalb ham bemor bo'ladi.